Assalomu alaykum hammaga. Kuningiz xayrli va barakatli o'tsin. Mening ismim Dilzebo. Men Malayziyada yashayman. Oilaliman. O'zim haqimda hech tanishtirmayapman. Qaror qildim. Hech ko'rsatmasdim. Bundan shu ko'rsatmoqchiman. Qayerga borganim, nima qilganlarimni. Bu bizning uyimiz, meni mahallam, qo'shnimizning baseyni. Oldi tomonimizda bizning baseyn ham bor. Malayziyada yomg'ir, har kuni yomg'ir yog'adi. Hozir yomg'ir sezon. Bu yerda 4ta sezon emas, 2ta sezon bo'ladi Malayziyada. Issiq sezon va yomg'irli sezon. Hozir yomg'ir. Har kuni yomg'ir yog'moqda. Malayziyani insonlari, bu yerda yashaydigan aholilar, основной bizda hozir bu yerda Indiya bilan Chinalar ko'p yashaydi. Chineslar, ya'ni Xitoyliklar biznesmen, hammasi ko'p mana shunaqa zo'r joylarda ishlaydigan. Keyin shunaqa uylarni ko'p arendaga olib beradi bular. U sotib oladi-da, keyin arendaga beradi har oy. Bu yerda har xil millatga mansub insonlar yashaydi. Malay, indiyalik, keyin Xitoy, arab, rus, har xil millatga mansub insonlar bor. Hamma bu yerda дружбенный ko'proq bu yerda nima deydi, спокойный mana shunaqa bir yashashadi aholilar. Tinch va havosi ham juda ham yaxshi mamlakat. Menga juda ham havosi yoqqan bu yerda. Assalomu alaykum hammaga. Malayziyada mana shunaqa Eco Shop degan bitta magazin bor. Bu yerda hamma narsasi 2 ringgit 60 sentmi 40 sentdan 2 ringgit 60 sent, ya'ni 60 senti bo'ladi. Shpur bu. 4 ringgit necha puli, $1 bo'lsa, yarmida 5,5 ming, 6 ming so'mga, ya'ni 6 ming so'mlarga yaqin narxda любой narsani olsalaringiz bo'ladi. Marojniy deydimi, bunaqa idish tovoqlar, plastiklar, ya'ni uy uchun kerakli bo'lgan gilamchalar, hamma narsa 2 ringgit 60 sentdan, ya'ni 6 ming so'mdan narx. Sutni cho'tka deysizlarmi, idish tovoqlarmi, sovun, uy ichiga ro'zg'or uchun hamma narsasi 2 ringgit 60 sentdan. Bu yerda oziq-ovqatlar ham bor. Hamnaqa metrajli uy uchun narsalar hammasi 1 metri, ya'ni 1 metr emas, qanchadir nimasi 2 ringgitdan hisoblanadi. Salfetkalar, mana bunaqa qo'l salfetkalar 6 ming so'mdan. O'zbek so'mga 6 mingmi bilmayman nech pul. Shu $4 $1 4 ringgit nech puldir bo'ladi-da. Sentda. Hamma narsa, pichoqmi, uyga bunaqa narsalarmi, mashina uchun hammasi mana shular 2 ringgit 60 sentdan. O'zbekistonda shunaqa narx bormi, do'stlar? Kommentga yozinglar. Sizlarda bormi? Qanday chiroyli uyga, stolga qo'yiladigan anaqa zo'r narsa, nimalar. Bular ham
Kvadratimi shunaqasi 2 ringitdan. Qani metriga qarab olasizlar. Bo'lsa, bilmadim, bir 2 metrga necha pul bo'ladi? 5 10 ringitdan ham oshmasa kerak. Mana bu idish tovoqlar. Mana shular ham 2 ringit 60 sentdan. Bir donasi. Bular komplekt. Bular 15 ringitdan 7 ringit, 15 ringit ekan. Bular ichida ko'proq bo'lgani uchun yani yaxshiroq narsalari ham bor. Ko'rasizlar? Mana shu hammasi chinni. Mama birin. 2 ringit 60 sent. Tarelkalar. Patnuslar. Ko'rasizlar? 2 ringit 60 sent. Bu uchun mana shunaqa narsalar hammasi shunaqa narsa. Vishilkalar mana bu ichiga nechta 5 ta 6 ta qilib qo'ygan 2 ringit 60 sent. Ichimliklar Coca-Cola, Fanta, Sprite, kofilar ichiga hammasi shu 6000 yo 7000 so'm bo'ladi o'zbek so'mimizga. Kofi, mana bunaqa kofilar ichiga 5 ta mana shunaqa solib qo'ygan paketcha qilib, 3 taligi ham bor. Konfetlar gram. Hamma narsa shu bir xil narx. Suvlari ham shu. Kichkina suvi 4 tasi. Kattalari mineralniy suv 2 tasi. 2 ringit 60 sent, 7000 so'm. 6-7 mingmi bilmayman, shu $1 yarmini hisoblab ko'ringlar. Qancha bo'ladi? Mana konfetchalar mana. Har xil. Gram qilib upakovka qilgan. Necha gram bu bilmayman. Gramini yozmabdi, lekin normalda ichida. O'zg'or uchun mana uyga produktlar. Hamma magis, ziravorlar, chiniya urug'lari. Bir xil narx. Malayziyani mana shu magaziniga qo'yib qolaman. Do'stlar, to'g'risichi nima olsalaringiz ham farqi yo'q. Hammasi 2 ringit 60 sentdan. Bunaqa suxa frutlar gram qilib qo'ygan. Upakovkachada shu grammi bilsa bo'ladi ekan. Shu 250 gram bo'lsa kerak u menimcha. China, lekin China. Ko'p narsalari China produktlari. Mana shu magazin hamma narsasi menimcha China bo'lsa kerak. Malayziyaniki ham bor. Malayziya mana. Malayziya ekan. Makaron. Bu yerda hamma narsa bor.
oziq-ovqat, idish-tovoq, uyga kerakli produkt narsalar, idish, ya'ni nima? Tenkilar, shirinliklar, suv, daftar, maktab ashyolari, mana bunaqa qizlar uchun zakoka, bu hamma tarroq deysizlarmi, qilib hamma narsa bor. Ochkilargacha ham bor даже. Nomeri bor ularni. Nomerlarigacha qo'ygan mana. Batareyka, anavlar, zaryadchilar, ya'ni hamma narsa mana shular 2 ringgit 60 sent. Oldin 40 sent edi, yana hozir 10 sent ko'taribdi-da. Daftar deysizlarmi, boshqami, hamma narsa bor. Podarочный mana bunaqa sumkachalar, ichiga bitta dona emas, buni ichiga nechtadir bo'ladi. Bittaligi ham bo'ladi. Bittaligi ham bunaqalar. 6-7 ming so'm atrofida. Sorry. Chimnidan qilingan mana shu vazacha gul uchun. Podarочный korobkalar, mana bunaqa. Bular ham hammasi shu bir xil narx. Puli ana soladigan. Nima? Pul tashlaydi-ku, tangalarni yig'adigan. Suvenirli gullar yasagan. Bular ham xuddi shu narxdan. Piyoda bunaqa uyga osadigan kartinkalar, ya'ni osadigan bunaqa chiroyli nimalar, o'ynachalar ham hamma narsa. Mana bunaqa детский narsalar, suskachalar, ya'ni o'yinchoq, hamma narsasi mana shunaqa narxda do'stlar. Menimcha bu magazin Malayziyani shu yordam uchun ochilgan deb o'ylayman. Xalqiga yordam uchun mana shunaqa ochgan. Ko'p-da bunaqa mana shunaqa EcoShop degan kompaniya bo'lgani uchun, ya'ni ko'p insonlarga osonroq bo'lsin yashash hayotlari, ya'ni arzonroq bo'lib. Masalan, mana shu narsalarda boshqa magazinlardan qimmatga turibdi-da, lekin bu yerda mana shunaqa 2 ringgit 60 sent. Masalan, Coca-Cola hozir, masalan, aytay, boshqa magazinda 3 ringgit 90 sentmi shunaqa, ya'ni 4 ringgitga yaqin. Albatta 2 ringgit 60 sent. Ko'ryapsizlarmi farqni? Misol uchun aytdim-da, endi Coca-Colani, например, qilib. Mana bunaqa oshxona uchun hamma nimalar ham boshqa joylarda qimmat turibdi, ya'ni bir baravar narxga qimmatroq. Bu yerda 2 ringgit 60 sent. Naskilar ham bor. Перчатки qo'l uchun qizlarga. Mana tapchka. Bunaqa rezinka damashka uyga kiyadigan yo'lni basen, nima? Basen. Dengizga kiyadigan ham tapchkalar ham shu narxdan. Sizlarda bormi? Yozinglar-chi kommentga. 6-7 ming hamma sumbichka deysizlarmi, kosmetichkami, hammasi.
abadokchalar, tarvug'lar, даже anaqa dona ham emas bu. Komplektlar ham qilib qo'ygan. Kosmetikalarning ham bor. Kosmetika. Tekoshoп. Bilmadim, buni ishlatmaganman. Женский anaqalar. Hammasi shunaqa. Zo'r. Xalqiga zo'r yordam qilgan, lekin shunaqa narsa ochibdi. Yordam, ya'ni kredit 60 sent. Boshqa joyda bir baravar qimmat turibdi narsalar. Mana shu narsalar. Batareyka, quloq naushniklar, zaryadchiklar. Bunaqa zajigavka, gaz uchun oddiy zajigavkalar ham bor. Hamma narsasi shunaqa narxda, do'stlar. Zo'rmi? Sulton Sulaymonidan oilasidan duxiylar. Mana shu duxiylarni hammasi shu Sulaymoniylarga, Usmoniylarga qarashli bo'lgan. Hammani oti bor. Shu kinolarda o'tib ketgan hammasi kim sultonlar, malikalar hammasi qo'yilgan ham bor. Bollari, короче. Ko'rinyaptimi? Sultoniylarga qarashli duxiy. Ular shunaqa o'sha paytida shunaqa sepgan ekan. Shularni hididan, ya'ni malikalarni hididan keyin mana shunaqa duxiylar tayyorlab, ya'ni brend qilib chiqarib sotayotgan ekan. Sulton Sulaymon bor, Xuyrim, Valida Sulton, malikasilari, o'g'illari, hamma narsasi mana. Hi, it's okay. This Sultan Sulaymon Saroy? Yeah. Saroy, yeah. Yeah. Mana do'stlar, Sulton Sulaymonni saroyini ham qo'yib chiqaringlar. Xuyrim shu yerda yashaganda. Usmoniylar, ya'ni. Xuyrim, qaysi biri? Xuyrim? Which one? Hana. I know, smell. I only take video. Yeah. Xuyrim Sultan, mana Mehrima qizi, Safiya, короче, hamma birma-bir ketavergan. Can smell? Thank you. Nice. Flower, fresh, jasmine and yeah. Juda ham hidi zo'r. Lekin ana arablarning atrini hididan buni hidi. This one is Sultan Ahmad al-Fatih, the conqueror. Mehmet. Qancha yomg'ir kerak do'stlar sizlarga? Jo'nataymi Malayziyadan O'zbekistonga? Yomg'ir yog'yapti, dekak qorga o'xshaydi boru. Hozir ko'rinmayapti-da bu kamerada, lekin mazza yog'yapti boru. Bu yoqdan qarasa xuddi qor yog'ayotganga o'xshaydi. Bizda qor yog'sa shunaqa yog'adi-ku.